Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Kanalimga xush kelibsiz. Bu kanalda men sizlarga har doim Trompek saytlar bo'yicha ajoyib strategiyalar berib boraman. Bugun sizlarga men ajoyib strategiya tayyorlab qo'ydim. Ochiqchasiga ko'rsataman hozir. Mana betlar soni ketmoqda, salkam 1000 bet bo'lag'azdi. Siz hozir mana buni kam ishlat deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Balansga qarang endi 0.25 tron bor. Pastda hozir 0.03 profit keldi. Demak, balans shuncha bo'lsa, shuncha kelyapti. Men balansimni tasavvur qiling, mana 2.5 tron bo'lganda, hozir pastdagi profit 0.3 bo'lardi. 0.3 tron kelgan bo'lardi. Agar balansim 25 tron bo'lganda, hozir 3 trondan ko'p kelgan bo'lar. Tushundingizmi? Hozir buni ishlaganimni kam deb o'ylamangizlar. Balansga baho beringizlar-da. Balans shu. O'rtacha 1000 betda balans 25 tron bo'lsa, 3-4 tron keladi. Agar kimdadir balansi 10 tron bo'lsa, mana men minimalkadan o'ynayapman-ku. 10 troni borlar 1000 dan bo'lsa, 1000 dan. Men hozir minimalka 100 dan bosyapman balans kam. Agar 20 troni borlar o'sha 2000, 5000 dan bossalaring bo'ladi. Osonlikcha slevga tortib ketmaydi. Mana bemalol qo'rqmay bosib qo'yibman, ko'rishlaringiz mumkin. Ana o'yinga baho beramiz. Men pastdagi profit kam deb baho bermayman, sababi balans kam va hozir balansim masalan shu o'sha 2.5 tron bo'lganda pastda 0.3 profit qolgan bo'lardi. Balansga qarab foyda kelaveradi-da. Men hozir yangilarga kam balansda o'ynab strategiyani mana ochiqchasiga ko'rsatib beryapman mana. Hozir strategiyani ham ochaman oxirida. Sayt linki kommentariyada bo'ladi. Kimda savollar bo'lsa, Telegram, Telegram kanal hammasi kommentariyada bemalol yozaveramiz. O'sha. Keyin mana bu strategiya o'zim tuzganman. Shuni men sizlarga ochiqchasiga ko'rsataman. 100% tekin shu yerda videoni o'zida ko'rsataman. Hozir sizlar yangi bo'lsangiz obuna qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men sizlarga har kun iloji boricha Trompekda yangi strategiyalar chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Qani obuna va laykni bosib qo'yamiz. Kommentariya yozing qanday savollaringiz bo'lsa. Strategiyani tushuntiraman. Sala yursin qani. Sizlarga ko'rsatyapman mana. Qiziq bo'lsa kerak. No, pastda profit 40 ming tosh bo'lsin qani. Keyin ochiqchasiga tushuntiraman, strategiyani ochaman hozir. Men yashirmayman boshqa blogerlarda, sotmayman. Men obunachilarimga 100% tekin beraman. Shuncha mehnatni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz yaxshi bo'ladi. Sizlardan paddishka, mendan strategiya. Hamma obunani bosib taylaymiz, motivatsiya bo'ladi. Tak, hozir strategiyani ko'rsataman men sizlarga. Kam balansda hozir shuncha profit bo'lyapti. Balansim 10 tron bo'lganda bemalol hozir 2-3 tron kelgan bo'lardi. Men prosta yangilarga, kam troni borlarga strategiya yaratdim va bemalol level ham oshadi yaxshigina. Mana strategiyaning nomi level va balansga. Mana betlar soni 1100
30 ta bo'ldi. Tag yaxshi ketmoqda. Hozir strategiyani ochamiz. Mana bunaga e'tibor berib turingizlar. Har ikkita bir tomonga ikkita qizil beradi-ku, o'sha payt boshqa tomonga o'tadi. Ko'rdingizmi? Hamma strategiyani ichida nastroyka bo'lgan. Strategiyani hozir ochib ko'rsataman sizlarga. Tak, sal yaqin qolibdi. Ana bo'ldi. Bo'ldi, to'xtatdik. Mana shuncha yurdi yetadi. Boyna balansga tushuntirdim. Agar o'sha balans 25 tron bo'lganda 4 tron kelardi, bilyapsizmi? Yaxshi foyda qolardi. Bu strategiya har xil balansga ham ishlayveradi, levelga ham ishlayveradi. Mana tayyormisizlar? Hozir obuna bosing, strategiyani ochaman. Obuna bosishingizni kutaman. 1, 2, 3. Ketdi, strategiyani ochyapman. Mana strategiyani bir boshdan ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana birinchi tagiga boshqacha nom qo'yamiz. Mana mag'lubiyat, keyin mana dagon foizini 209% qilamiz. Yaxshilab ko'ringizlar, 209%. Ikkinchi vazifa har birida turadi. Mana o'rtaga 1 qo'yamiz. Keyin g'alaba tikish miqdorini qayta o'rnat. Masalan, har yutganda balansni qayta to'g'irlaydi, tushundingizmi? Keyin buni ketma-ketda turadi. 2 mag'lubiyat, keyin katta yoki kichigiga o't. O degani bir tomonga boyna aytganimdek qizil bersa, har ikkita qizilda boshqa tomonga o'tadi. 2 katta yoki kichigiga o't degan buyruq. To'rtinchisi mana foyda bo'limida turibman, qarang. Mana foyda bo'limida mana bu yo'qotishlarda turibdi. Bu dan kattalarda. Keyin bu balansga qarab mana stop profit qo'yib qo'yasizlar shu yerga. Mana bu esa pastdagi avtomatik to'xtash. Masalan, balansdan 1 tron ketsa, avtomatik to'xtaydi. Yaxshi tushundingiz deb o'ylayman. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalga shuni rasmini tashlab qo'yaman. Sayt link kommentariyada. Kim depozit qilishni bilmasa, ana depozit ustiga bosamiz. Buni yerdan adres kopiya qilib, Binance, Payeer boshqa joylardan taylashimiz mumkin. Yoki lechkamga yozsangiz, o'zim ham sizlarga tron olib beraman. Pul yetish bo'limidan minimalka 15 tron ishlaysiz. Buni yerga manzilda qo'yasiz. Mana kapchani o'zicha yetishni bosasiz. Va tronlar o'zi chiqib ketadi. 100% to'laydi. Shunday gaplar. Kim menga referal bo'lmoqchi bo'lsa, bemalol kommentariyada link bor. Shunday qilib, videoni shu yerda to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa, bemalol like, obuna bosib, savollaringiz bo'lsa, lechkamga yozingizlar, Telegram kanalimda. Kommentariyada qoldirib qo'yaman. Hammaga rahmat oxirigacha ko'rganlarga. Video yoqqan bo'lsa, hoziroq obuna bosib, qo'ng'iroqchani yoqib chiqib ketingizlar. Ertaga nasib bo'lsa, bundan ham zo'rlarini chiqaramiz. Hammaga omad.